Assalomu alaykum. Video ikimiz Urganch shahar Gurlenskiy. Benimiz Rayhon Bozor. Köpek göç dükkan. Benimiz tezkar matbaa. 4 etajlı panelli dommu. 4. etajında 2 kanal kvartira satıladigan. Şunu görüp çıkamiz. Alintirlarni tintirib o'tamiz. Benimizda Rayhon Bozor, Pekrovskiyasi, benda Köpek göç dükkanına görüp olasiz. Benimiz 4 etajlı domdan tezkar matbaa bo'ldi. Beda maktab, bog'cha, boyanda institutlar ham yaqin. 7 marshruti turibdi tushadina. Shu 7 ko'chadan yurib turibdi. Hozir domimizni ham ko'rib chiqamiz. Uyimiz 8 metr ekanligini, ko'cha eshiklarimiz damir eshikda. Uyimiz polniy toza remontdan chiqib turibdi. Devorlarimiz ovoy, oyoqlarimiz plastirlangan ekan. Ham yeri polniy remont qilingan. Eshiklar o'zgargan. 2 xonali ichki idishli, bitta zal, antarafda spalnisi, sanuzeli, kuxnyasi, 2 xonali kvartira, 4 etajli panelli dommi, 4. etajında toza remontdan chiqqan ekan. Bir qator ko'rib chiqamiz. İşten girişlerimiz, bende sanuzel joyimiz. Benim polniy ustuna kafillar bosilgan, unitazlar o'zgargan, vanna, cho'gin vanna adashmasam. Shunday sostenada vanna akkuratniy. Ben tarafda kuxnya joyimiz, kuxnya kafillar bosilgan ekan, отопление qo'yilgan, damir yo'ldan, batareyalarimiz bor. Aynalarımız akva plastik qo'yilgan, gaz plitasi, kuxnya mebeli bor ekan. Devorlar oboy, hamma joyi. Bunda folga bilan plastirlangan ekan. Benimiz yana ulxonasi, ishlar oppoq MDF ishlar qo'yilgan. Devorlar oboy. Batareyalarimiz bor. Cho'gin batareyalar qo'yilgan, aynalarimiz akva, balkonimiz bor, ochiq balkon. Ko'cha tarafiga qaraganda ko'rishingiz mumkin. Bunda spalnisi ko'rishingiz mumkin. Yerlar ham oboy, batareyalar qilingan. Plastik aynalar ham qo'yilgan ekan. 4 etajlı panelli dommu, 4. etajında 2 xonali toza remontdan chiqqan kvartiramiz sotiladi ekan. Bahosi 330 milyon so'm. Orientirimiz Rayhon Bozor, tezkor matbaa. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol telefonlashib kelib ko'rsangiz bo'ladi. 4 etajli panelli dommu, 4. etajli 2 xonali toza remontdan chiqqan 330 milyon so'm. Orientirimiz Rayhon Bozor. Telefon nomerlarini aytib o'tamiz. 99 946 76 66. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol telefon urib kelib ko'rsangiz bo'ladi.